Xo'jayinimni holati juda yomon edi, ishtahasi yo'q, umuman ovqat yemay qo'ygandi. Yaxshi davolanishni juda ham yaxshi ekan. Allohim shifosini bersin. Nima qilding uyda ichida desam, telefon titdim dedi. Ne telefonda dedi? Bitta nima topib oldim dedi. Nash kimiyasiz dedi. Bunaqasi dedi, davolanyapti ekan, shifosi topilib tush kasal dedi. Dedi shifosi juda ko'p odam shifo topdi dedi. Dedi. Shuni dedi, o'qidim, izlandim, dedim, o'qidim dedi. Klinika ekan dedi, Toshkentda dedi. Dadam eshitmasin dedim. Dadam eshitmasin desam, nima bo'pti dedi. Dadasi uyda edi, men eshitdim. Ikkalamiz gaplashdik. O'qiysan dedi, o'qimayman dedim. Sen o'qidingmi desam, ha o'qidim dedi. Juda ko'p odam shifo topdi dedi. Dadam dedi, joni qiylanmaydi dedi. Yaxshi bo'ladi dedi. Emas dedi, ashtadan shifo topdi. Dadam yaxshi bo'lib ketsa dedi. Keyin xullas nima qildik? Bo'pti dedi. Keyin dadasi chiqib qoldi. Dada dedi, shunaqa dedi. Shunaqa topib oldim, Toshkentda klinikada ekan dedi. Anaqa sen o'qidim hammasini dedi. Juda ko'p odam dedi, shifo topdi dedi. Dedi, ximiya olmasa ekan, hech qanday nimasi dedi. Ximiyasiz ukol bilan dedi, anaqa qilib dedi. Davolaydi ekan dedi. O'timiz dedi, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Mayli dedi. O'zi ukolni xohlayapti, quvvat qolmagandi-yu. Men dedi, senga aytdim, ana ukol olsam yaxshi bo'laman dedim. Xudoyimdan anaqasi bitta senga halikda bo'lam dedi. Shuni dedi, Xudoyim dedi, seni telefondan topsin deb dedi. Telefonni ushlatgan qo'limga dedi, men seni uxlayapti debdan dedi. Dedi lekin dada dedi, tayinlanaman dedi, ayamam tayinlansin dedi, hammom qilim dedi, unaqa qilib dedi. Kechasi dedi, yo'lga chiqilsa dedi, men yana gaplashaman dedi. Men gaplashdi, dada dedi, gaplashdim, 9 ga olib keling deyapti dedi. O'zing ketasanmi dedi, yo'q men ishimchi dedi. Dilfuza birga ketadi dedi, singlisini. Birga ketadi dedi. Dilfuz birga ketaversin, meditsina anaqasini tushunadi-ku, o'qigani meditsina bo'yicha. Tushunadi dedi. Men unaqa nimani bilmayman-ku dedi. Dilfuz kelsa dedi, tushunadi dedi, dada dedi. Undan keyin ha bu sening kelsa ham yaxshi dedi. Shu bilan kechasi yo'lga chiqdik. Mana 9-kuni yetib keldik. 10 kun davolanib foydasini bildik. Mana yana ikkinchisiga keldik. Ikkinchi davolanish anaqasiga keldik, shifo topdik ona. Meni hayolim butunlay boshqa yoqda edi. Hech banda kasal bo'lmasa, kasal bo'lsa ham shifosidan aliksin. Sizga ham juda katta rahmat. Mana shunchalik davolab oyoqqa tikka qildingiz. Hayotga qaytdi. Umuman qiziqish qolmagandi. O'zi ham aytyapti, juda ham yaxshiman dedi. Endi haligi ichiraman nimasini tez ichiladi-ku. Shuni shu ich aniq bo'lyapti dedi. Uyda ham tez ichilganiga dedi. Bo'lmasa ko'chaga chiqib aylanib kelgim kelyapti dedi. Voy mayli ko'chaga ham chiqasiz hali vaqtida iching dedi. Yaxshi. O'zi shoshib ketdi kelguncha ikkinchisida ham. Mashinaga aytib, Azbek Ulug'ga bizda anaqaga 28-kunga degan 9 ga yetib olinglar deb o'zi shoshdi kelishga ham.
He, doğası çıkıp düş keserlikte. Doğalan gelişsin. Uzak olsa hem uzak değişlersin. Keyden gelişir doğalanırsın. Şifa tapsın. Niyesi.